Bo'ldi. Mashkurni zo'r bo'lib ketsa, bittarasi eslatib tursa, mashkurni nomini men qo'yganman. Qanaqa rejissor bo'lsam ham, lekin shu ko'rsatuvga nom qo'yib beradi darajada kuchim bor ekan. Shunaqa. Ahad aka savollarga xafa bo'lmaysiz degan umiddaman, chunki muxlislardan kelgan savol. Savol emas, haqiqatda bu narsalar. Nimaga xafa bo'ladi odam? Bozorchi, tadbirkor, biznesmen, soqqaga urayotgan odam. Ayniqsa hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p aylanib borayotgan U shaxs Ahad Qayum. Ahad Qayum. 15 yil oldin Ahad Qayum qanday kino olishni orzu qilardi? Odamni boshini qotirasan ey. Xuddi shu hozir olgan kinolarimni olmoqchi bo'lganman. Qana 15 yil oldin ham shunaqa orzu bir barbod orzu bo'lganda. Qana bir mazgi. Orzuni qo'yish bir nima bo'lmaganda, nima deydi? Orzuni bir mustahkam qo'yolmagan odam. Nimaga oilaviy, yaxshi tarbiyaviy kinoda hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta o'zi shunaqa. Ahad aka agar Ahad Qayumga haykal qo'yilsa, tagiga nima deb yozishni xohlardi? Ahad Qayum haykalini tagiga musor tashlama deb yozdi. Mazgi. Bo'ladi-ku, bo'lmaydimi? To'g'ri. Ahad aka mana ko'pchilikka ma'lum yoki noma'lum, masalan men bilaman, o'quv markazi bor, Ahad Qayum o'quv markazi. U yerda aktyorlik, boshlovchilik, shu yerda ko'pchilik qiziqadi yoshlar, anaqasi qanaqa to'lovlar? Sumarkachi, betonchi, darvozachi. Yo'q. To'lovi. Ustalar bor. Bizda to'lov 1 yilda 4 million. 4 million so'm sertifikat beriladi. 1 yilda 4 million. Savol ayting. Ahad Qayumda tankisi kim? Ahad Qayum tankasi kim? Mana shu tomon o'zingiz. Chunki sinmayapsiz-da, u qilishyapti, bu qilishyapti, yana kino olib yotibsiz, yana nimadirlar qilib yuribsiz. Haqiqatan Ular tankasi. shuncha aktyor sizni yo'qotisha olmayapti, rejissyorlar. Tankasi bo'lmagan odam bunchalik palaparch harakat qilmaydi. Ahad aka, o'zingizni mahoratli rejissyorman deb o'ylaysizmi, aktyor? Ha, mahoratliman deb o'ylayman. Farzandingiz kelajakda sizdaqa kasb egasi bo'lishiga qarshi bo'lmaysizmi? Yo'q, yaxshi. Misol uchun yaxshi pul topamiz. Yo'q, jiyan. Buni bir uylab ko'r. Boshqa ishlar ham bor. Aroq yoki pivo. Bezgas. Mancha ulan ichmaganman hech qaysidan. Yo'q, ichmaganmisiz? Spirtli ichimlik ichadigan odam qora bo'ladi. Qora? Yoki men baskana gaplarni gapiraman. Kino ishlash bo'yicha birinchi o'rinda pulmi yo sifat? Ikkovi ham. Yo'q, pul. Ya, sifat. Yo'q, hech qachon ikkovi ham bo'lmaydi, chunki hozir intervyumiz nomi Nimaga Titanic'ning rejissyorida ikkovi ham bo'lgan? Yo, Titanic'ni qo'ying aka. U odamlar sizni eslamaydi ham. Titanic daromad hozirgacha. Yo'q, Titanic aka. Titanic boshqa. Sani eslamaydi odamlar. Ahad aka, Titanic boshqa. Titanicni qo'yib Har o'zingizga kuni mana shuncha jurnalistlar eslayapti, shuncha blogerlar eslayapti. Sizlar ham esladingizmi? Yo'q, tan olish eslaganmiz yo'q. Odam boshqa mehmon bor edi, kelmaganingiz sizni chaqirdik. Sizdan uchib kelasiz, ha, bo'shman. Kino yoki multfilm? Multfilm. Kino aqllari yetmaydi, kino bo'lmaydi, ololmaydi kinoni. Ahad aka hech multfilm olaman deb qiziqamiz. Olib yuribman-ku desam. Mana shular nima mana shular? Multfilm bo'lmaydimi mana shular? Shuncha aktyorlar tayyor multfilm. Mana Tom and Jerry bular. Mana kinolar multfilmdan, kamchiligi bor. Ammo kulamiz kinolarga. Boshqacha qilib olsa bo'ladi. Sizning uchun eng yaxshi sovg'a nima? Ahad Qayum uchun eng yaxshi sovg'a nima? Konfet. Pul, konfet, uy, mashin. Acha eng yaxshi sovg'a. Oxirgi marta olgan eng yaxshi sovg'angiz nima bo'ldi? Ko'p sovg'a deyarli har kun sovg'a olaman. Har kuni Instagramda sovg'a tayyorlashyapti. Yo'q, ko'p sovg'a qilmang. Ahad Qayum uchun eng yaxshi sovg'a nima? O'sha sovg'a olsangiz xursand bo'lasiz. Eng yaxshi sovg'a mashina hozircha. Mashina. To'g'risi men e'tibor mehrda kutgandim, lekin bu mana shu odamlar mashina. Ahad aka har bir intervyuda boshida aytishadi, ijodda nima yangiliklar? Bizda ham shu savol. Hozir ijoddan ko'ra ko'proq internetda yangilik bo'lyapti. Ideal kitobni yoping. Unaqa kino olamiz, syomka olamiz yo'q. Tangal ayting, nima bo'lyapti? Shunaqa qilyapmiz. Yoki uxlayapmiz, yoki dam olamiz, yoki dam olamiz. Internetda shov-shuvlar bo'yicha ko'proq shug'ullaryapmiz hozir. Ertalab ko'zingizni ochasiz, internetga kirasiz. Bugun ham mana turdim, mana to'g'risidan ko'rsatuvlarga kelyapman. Hozir kechqurungacha bir 5 ta syomka bor, hammasi shu internetdagi shov-shuvlar bo'yicha. Haqiqatan, Biz ham bekorga chaqirmadik. Hozir trendda Ahad aka. Janjal kattasini qildingiz. Haqiqatan Buxorodan ekaningizni isbotladingiz aka. Nasib bo'lsa yaxshilikka ayol bo'lib ketsin hammasi. Narsalarni. Yo'q, o'zingiz ko'rasizmi masalan? Realni ayting, masalan, olingan kinoingizni oxirida o'zingiz boshdan oxirigacha ko'rasizmi? Men ko'p ko'raman, 8 martagacha ko'raman.
ko'p ko'ralar nimagadir o'xshamayapti shu narsa, nimagadir o'xshamayapti. Nima qilsam ekan deb. Mana 15 yil oldin, endi 15 yildan keyingi hozirgi vaqtgacha Ahad Qayumli kinolar soni nechta ketdi? 50 ta bo'ldi. 50 ta bo'ldi. Xo'p, Endi bir niyatimiz 200 ta qilish. 200 ta keyin qilish yig'ishtirasizmi? Yo, 200 ta bo'lsa yig'ishtirasizmi? Yo, yig'ishtirishim mumkin 1000 tadan oshgandan keyin. O, hurmatli aholi, hurmatli xalq, sizlar kuchli bir sabr. Shunaqa sabrli kunlarda o'tishimiz kerak. 1000 ta kino. Yiliga 50 ta bo'lsa 20 ga chidaymizmi? Yo, undan keyin Iloji boricha Ahad aka tezlashtirib berasiz. 200 tadan olaman. Yig'ishtiring akajon. Ahad aka kimga o'xshashni orzu qilasiz? O'zi odamzodda meni bo'ladi-yu, kimgadir o'xshagisi keladi. Men Odam bo'lishni orzu qilaman. Odam, normal odam bo'lsam, xalq mana bir manimcha o'zida ichidagi darslarni menga to'g'ri gapirgan mazza qolyapti o'zi. Yo'q, dardlarim emas. Bu men xalqni gaplarini sizga aytyapman aka. Nechi pul? Puli qancha? To'yga chiqishda puli qancha? Viloyatlarimizga bo'lsa 5 milliondan to 20 millionga so'rayman. Viloyatlarga 20 milliongacha. 20 million mana buncha pul bo'ladi aka. Lekin ba'zida o'sha pulga ham chiqmayman. Toshkent shaharga necha pulga Ahad Qayum to'yga chiqadi? 3 million. 3 million. 3 million. Yaxshi. Normalniy kommentariya bor ekan. Aktyorlik 0, ijod 0, litso 0, jonga tegding san. Ha, o'zi o'qib beradi menimcha. Yo. Chempion bo'lish qiyin emas. Chempionlikda ushlab turish qiyin. Ahad aka hozir ushlab turibdi shu narsani. Ha, ana shunaqa ma'noli gaplarni ko'p aytasiz, aqlliga o'xshab ko'rinasiz. Normal. Lekin mana 18 yil bo'ldi bizga ham. 18 yildan beri. Birinchi 18 yil. 18 yildan beri odamni aqli kirmasligi juda ham bir birinchi olgan kinoyingiz nomi nima? Birinchi olgan kinoyimizning nomi, o'sha birinchi qilgan xatoyingiz nomi nima edi? birinchi Kinolar ko'pligidan Hurmatli kelajakda bizni ko'rayotgan 2035-yilda bizni ko'rayotgan Ahad Qayum nevaralari. Bobolaringiz qilgan xatoga yo'l qo'ymanglar sizlar. mani kelajakda ko'rayotgan nevaralarim bu bola mani haqiqiy dushmanim bo'ladi. Shuni tan olaylik. Yo. Sizlar to'g'ri yo'lda davom etinglar. Mana 60 etajli ofis qurdik. 100 etajli mana Hurmatli biznes sentrimiz bor. Sizlar davom etaveringlar. Xudo xolasa dunyoni hamma davlatda bizani tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha bizneslarimiz bo'lishi kerak. Bu kunlar kelmasin, bu kunlar kelmasin. Hurmatli nevaralar. Albatta dushmanlarni qora niyatlari hech qachon amalga oshmagan va yaxshilik har doim g'alaba qozongan. Bolalarim, nevaralarim bosinglar, biza bobolaringiz bular. Bobolar shunaqa deb o'zini ishontirib yurgan hozirgacha. Bobolaringiz shu paytda ham zo'r bo'lgan, 4 ta mashinasi. Bobolar hech narsa qilmagan, 4 ta mashina qilgan, tamom yurgan. Sizlar uchun nima qilishi bobolaringiz mana? Hurmatli mana bobolari, nevaralari, bobolaringiz o'sha paytda ham ichqora bo'lgan. Hozir ham ichqora. 15 yildan keyin Ahad Qayumli o'quv markazida o'quvchilar qayerda bo'ladi? Shogirdlar. Xudo xolasa Gollivudda bo'ladi. Gollivudda nima qilib yurgan, ishlar yurgan bular. Bosh rollarni o'ynayotgan Shkaturka. bo'ladi. Bosh rollarni Shpaklovka, o'ynayotgan bosh rol. Shoirlikka, rejissyorlikka kirib kelishdan oldin nima ishlar bilan shug'ullangansiz? Men Yo'q, rejissyorlikka kirib kelganlar yo'q hali. Hozir nima ishlar qilib yuribsiz? Shu paytgacha 15 yil davomida. hozir qilib yurgan ishlarni oldin ishlar qilgansiz. Ha, oldin nima ishlar qilgansiz? Ronaldo yoki Messi? Futbol ko'rmaganman hech qachon. Qiziqmaysiz. Yo'q, o'ynamagan. Futbolga qiziqqan ham dunyoqarash keng bo'ladi. Yaxshi ijodlar, fantaziya keng bo'ladi. Sizningcha turmush qurish yoshi necha yosh bo'lishi kerak? 25 bilan 30 orasida bo'lishi kerak. 25 qaysi o'yinda? Yigit 25, qiz 30 mi? Ahad Qayum bog'iga bema'ni stand-upchi bachkiralari kirib qo'yiladi. Ahad Qayum bog'i bo'lmaydi aka. Ahad Qayum shahri bo'ladi. Ahad Qayum. Nimaga mana Ahad Qayum kinolar chiqdi? Ahad Qayum o'quv markazi kelajakda bo'lishi mumkin? Ahad Qayum bog'i, milliy bog'. Baribir Ahad Qayum shahrini o'zimiz qilamiz. Chunki men qurilish sohasida ham bitta shahar qurmoqchiman qilaman. Yo, u proyektdagi g'ijimlab ot yuboring. Unaqa narsalar o'ylamang. U proyekt tayyor уже. Xudo xolasa bir 7-8 yillarda bitta kichkina shaharcha qilish niyatim. Yo, unaqa emas. Shu Ahad Qayum haykali bo'ladi-ku Bahrom aka. O'sha haykal keyin olinadi, qanaqa qurilishda beton rastvorga qo'shib yuboriladi shu narsa. Tamom. O'zbekiston bo'yicha eng tez va eng ko'p kino oladigan rejissyor menimcha Ahad Qayum. Rekord bu. Rekord. Hindistondagi 2-o'rin. Eng qimmati qaysi kimga yozib bergansiz she'r? Eng qimmat. Eng qimmat she'ri nechi pul Ahad Qayumni shu paytgacha? Botir Qodirov. Botir Qaysi? Qodirovga. Qaysi she'ri? Avval otangni qadrini. Qadrini bilmayman. Haqiqatdan yaxshi she'r. To'xtang. Nechi pul shu she'r narxi? Endi o'sha paytda 50 million edi. 50 million. To'ylarga necha pulga chiqasiz? Ahad aka menimcha to'yga chiqmaydi-da. To'yga chiqqan boshlovchiman. To'yga chiqqanlar. boshlovchimi? Yo'q, ofitsiantlikka chiqqanlar. Choy qo'yishga chiqqanlar. Men hozir o'yladim-da. Ahad aka muxlislarga tilaklaringiz, Muxlislarimizga takliflaringiz
iltimoslaringiz bo'lsa. Sarimiz mana shu ko'rsatuvni ko'rib olinglar. Ha, albatta vaqt oling hakam, bizga berilgan vaqt tugadi, hurmatli aziz tomoshabinlar. deb nomlangan Mana ko'rsatuvni. tugadi, mana endi bugun mehmon Ahad Qayyum. O'zingizga kimni ustoz deb bilasiz? O'zimga to'g'risini aytsam hech kim ustoz deb bilmayman. Ustoz ko'rmagansiz. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'l g'alar degan. Nima deysizlar sizlar? Men hech kim ustoz deb bilmayman. Durdona Qurbonova, Luiza Rasulova, Dildora Zakilova. Durdona Qurbonova. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Berko savdo belgisidan sovg'amiz bor. Bu yerda Yo'q, shokolad, kolbasa hamma berilyapti. Bu hali hech qayerda sovg'a qilmagan Berko paypoqlari. Bu juda ham zo'r ekan. Buni xudo xolasa mana kiyamiz. Ana qishda oilaviy. Как раз mana shunaqa seriy kiyimlarim bilan mos ekan. Albatta, Ahad akam oyoqqa kiyadi, oyoqqa. Sen qo'lingga tekkizma buni. Nimaga aka bu baraka bo'ladimi, pochim bo'ladi. Mana bu mana shu kiyimlarim bor edi. Shuncha joyga borib sovg'a bermadi hech kim. Bizlar hurmat qilib akamizni sovg'a beryapmiz sizga. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Rahmat homiylarimizga. Mana buni ushlang uni, mana babichkasi yo'qotadi. Sog' bo'linglar. Bu savatchaga biz konfet olib qo'yamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Kelgan uchun katta rahmat. Katta rahmat, zo'r bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling, Shahbozjon.